Ma'lumki, ichimlik suvi ta'minoti darajasi aholi turmush farovonligini belgilaydigan muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasida qamrov darajasini oshirish va shu tariqa aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida yurtimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 17 mart kuni ichimlik suvi va issiqlik ta'minoti, mahallalar obodligi va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalar bo'yicha o'tkazgan videoselektor yig'ilishidan so'ng bu borada ishlar yuqori bosqichga ko'tarildi. Xususan Sirdaryo viloyatida ham islohotlarga hamohang ravishda bugun aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, tizimga raqamli yangi texnologiyalarni olib kirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bajarilayotgan ishlarni raqamlar kesimida tahlil qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabr kunidagi 2025-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Sirdaryo viloyatida 42,8 milliard so'm respublika mablag'lari hisobidan 15,7 kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. 2024-yilda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida dasturlar doirasida 38,6 milliard so'mga yaqin mablag' yo'naltirildi. Ushbu mablag'lar hisobidan 9 ta suv inshooti va 70,4 kilometrga yaqin ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Natijada aholining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 86,9% dan yil yakuni bilan 87,7% ga yetkazildi. O'tgan bir yil mobaynida 8,000 nafar aholi ilk bora markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanib, 19,000 nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Mirzobod tumanida ham bu borada yillarga tatigulik ishlar bajarilib, aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Aholini uzluksiz ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash borasida bugungi kunda Sirdaryo viloyatida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. 2024-yil bir misolida keltirsak, aholini uzluksiz ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash borasida jami Sirdaryo viloyatida keng ko'lamli ishlar olib borildi. Xususan Mirzobod tumanining Mirzo Ulug'bek mahallasida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar misolida ushbu mahallaga 1,7 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi hamda bitta suv minorasi yangidan qurilib aholiga topshirildi. Hozirgi kunda ushbu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar ichimlik suvi bilan 100% ta'minlandi. Nafaqat ichimlik suvi bilan, qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, ushbu xonadon egalarining har bitta xonadoniga ichimlik suv hisoblagich uskunalari ham o'rnatib berildi. Mirzobod tumanining ichimlik suviga bo'lgan ta'minlanganlik darajasi 90% tashkil qiladi. Mirzobod tumanidagi aholining aksariyati uzoq masofa bosib suv tashib kelishgan. Hududning Mirzo Ulug'bek mahallasiga ham toza ichimlik suvi bugun kirib keldi. Mahallaga 1 kilometr 700 metr ichimlik suvi tortildi. Shu tariqa 200 ta xonadonga toza ichimlik suvi kirib keldi. Bu yerda suv masalasi juda qiyin masala edi. Aholi ariqlardan, kanallardan suv tashib ichardi. Ayollar 1 kilometr, 2 kilometr suv tashirdi. Narigi mahalladan suv tashib ichardi. Yurtimizda bahor, ezgulik, tinchlik bayrami, Navro'z kirib kelmoqda. Bu xursandchilikka yana bir xursandchilik qo'shildi. Mahallamizda yana bir yangi suv minorasi ishga tushdi. Prezidentimizga, davlatimizga ming marta rahmat. Mana shunday islohotlar o'tkazib, bizlarga, aholimizga sharoit yaratib beryapti. Ichimlik suvi bilan ta'minlash yaxshilanib bormoqda. Aholi mana bahor bayrami kunlarida tomorqalariga gullar, mevali manzara daraxtlar ekmoqda. Hozir xursandchilik ustiga xursandchilik. Aholining kayfiyati yaxshi. Ko'chalarimizdan bo'ladi, ko'chalarimizda vodoprovod kranlari turibdi. Aholi xursand. Keyingi 5 yil ichida 3 ta suv minorasi qurildi. Aholimiz bundan juda xursand. Gullar, daraxtlar ekib o'zining xonadonini, ko'chalarni obod qilyapti. Guliston shahrining Ulug'yo'l mahallasi aholisi ham uzoq yillar davomida ichimlik suvi yo'qligidan qiynalib kelishdi. Bu qiyinchiliklar keksa avlod vakillariga yaxshi tanish, hattoki odamlar mahallaga ichimlik suvi kelishidan umidini ham uzgan edi. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasidagi amaliy ishlar natijasida odamlar bugun ob-hayotdan bahramand bo'lmoqda. Shu mahallada 55 yildan beri yashayman. Mana yaqinda suv ta'minoti tomonidan yangi texnologiya bilan suv o'tkazyapti. Shularni ko'rib men hayron qolyapman-da. Bir vaqtlarda bitta kranga bir mahallamiz suv olardik. Navbatda turardik, sog'ollab navbatda turardik. Hozir agar yoshlarga aytsangiz,
ularga xuddi ertakdek bo'ladi-da. Flaglab suvda tashardik. Men o'zimcha o'ylagandim, endi yo'limizni yaqinda asfalt qilganda asfaltlarni buzib qovlaydimi deb o'ylasam, yer tagidan o'tkazib ketyapti. Bilinmaydi ham, asfaltlar ham buzilgan yo'q, yo'llar ham buzilgan yo'q. Prezidentimizga rahmat deymiz. Hamma xonadonlarimizga ichimlik suv kirib kelyapti. Oldinlari o'chardi. Haftalar suv bo'lmasadi, tirpaq yo'llarda yurardik. Qishlarda loy yurolmasdan etik kiyib asfaltga chiqaylik deb. Mana hozir yo'llarimiz ham asfalt, hamma yoq yaxshi. Bunga xolos shukr qilish kerak. Hozirda Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida ta'mirtalab tarmoqlarni rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda pudratchi tashkilot tomonidan 9 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan hozirda loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Aholini farovon turmush kechirishni ta'minlash borasidagi islohotlardan aholining qalbida shukronalik tuyg'usi mujassam. Ayni vaqtda 6 ta ko'chamga tortish jarayoni bo'lyapti. Shundan уже 3 tasi bo'lib qoldi. Yana 3 tasini tortib, keyin uylarga ulash jarayoni bo'lyapti. Biz o'zi open byudjetdan ko'chalarda 7 ta ko'chamizni yutib olgan edik o'tgan yili. Bu hozir kelganida aholi o'ylanib qolgan edi. Yo'q, biz birinchi ko'chasidan boshlagandan rosa xursand bo'ldik. Yer ostidan o'tgandan keyin hech qanaqa muammo, kovlanadigan joylar hech nima bo'lmaganligi sababli aholi ham, men o'zim ham rosa xursandman. Birinchi kunda kelganda ko'rib turib hayron qoldim. Yangi texnologiyani kirib kelishi yer ostidan tortilar ekan, yana yer ostidan tortilgandan o'zim borib turib o'rganib chiqqanimda ko'rdim. Xohlasa 1,5 metr, xohlasa 1 metr 20 santimetr, millimetrgacha ko'rsatib turib zamonaviy texnologiya orqali bo'lar ekan. Kovlash jarayonlari yo'q. 33 ta ko'chamdan 8 ta ko'chamda suv bor edi. Hozir 7 ta ko'chaga ulandi. 7 ta ko'chaga ulanganda hozir jarayonni ham ko'rishimiz mumkin. Bemalol 24 soat suv kelyapti hozir. Davlatimiz rahbarining joriy yil 25 fevral kuni Sirdaryo viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish, ish o'rinlari va investitsiyalarni ko'paytirish bo'yicha 2025-yilgi rejalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda bergan topshiriqlari ijrosi yuzasidan Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun zarur mablag' ajratilib, bu ishlar 2025-yilning 1-iyuliga qadar yakunlanadigan bo'ldi. Guliston va Shirin shaharlarda urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish maqsadida hududlar kengaytiriladigan bo'ldi. E'tiborli tomoni, oradan uzoq vaqt o'tmasdan loyiha asosida Sirdaryo viloyatining ayrim hududlarida ma'nan eskirgan ichimlik suvi quvurlarini yangilash borasida ham ishlar boshlab yuborildi. Mazkur loyiha 36 milliard so'mni o'z ichiga oladi. Dastur asosida Guliston shahrining ayrim hududlarida 67 kilometr ichimlik suvi quvurlarini almashtirish ishlari olib borilyapti. Ushbu loyiha asosida Guliston shahrining ichimlik suvi tizimi iyul oyiga qadar takomillashtirilib, suv ta'minoti 24 soat rejimga o'tishi reja qilingan. Loyihaga asosan Sirdaryo viloyatining Guliston shahrini 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlash yuklatilgan edi. Prezidentimizning topshirig'iga asosan Guliston shahrining mahallalarida 67 kilometr ma'nan eskirgan ichimlik suv quvurlarini almashtirish bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. Xususan bugungi kunga kelib Guliston shahrining Ulug'yo'l mahallasida yangi texnologiya asosida, ya'ni ichimlik suv quvurlarini burg'ulash uskunasi yordamida ichimlik suv tarmoqlarini tortish ishlari olib borilmoqda. Ushbu texnologiyaning qulaylik, afzallik jihatlari bir kunda ushbu texnologiya 500 metr masofada ichimlik suvini hech qanday yo'l usti qatlamlariga shikast yetkazmagan holda o'tkazishni imkonini beradi. Tajriba asosida ishlar olib borilmoqda. Umumiy Ulug'yo'l mahallasiga 5 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi. Ushbu burg'ulash uskunasi yordamida tez fursatlarda Ulug'yo'l mahallasining 1000 ga yaqin fuqarosi ichimlik suv bilan ta'minlandi. Yaqin kunlargacha ichimlik suvini hududlarga olib kelish desa, odamlar yo'llarning nosoz holatga kelib qolishidan o'yga cho'mardi. Bugun odamlarni o'ylantirayotgan bu muammoga ham yechim topildi. Hozirda mahallalarga olib kirilayotgan ichimlik suvlarini tortish jarayonida zamonaviy texnikalardan foydalanilmoqda. Ishning borishi yo'llarning sifatiga ta'sir etmayapti. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizdagi islohotlar odamlarning farovon turmush kechirishi uchun xizmat qilyapti. E'tibor, islohotlar natijasida bugun Sirdaryo viloyatida ichimlik suvi muammosiga shu tarzda barham berilyapti.